qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Ul yulduz uyalib, boshini bukib aytadir, men uni tushda ko'ramen. Tushimda ko'ramen shunchalar go'zal, bizdan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Ko'zimni olamen oy chiqqan yoqqa, boshlaymen oydan-da seni so'rmoqqa. Ulda aytadir bir qizil yanoqqa, uchradim tushimda ko'milgan oqqa. Oqqa ko'milganda shunchalar go'zal, mendan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Erta tong shamoli sochlarin yoyib, yonimdan o'tganda so'rab ko'ramen. Aytadir bir ko'rib yo'limdan ozib, tog' va toshlar ichra istab yuramen. Bir ko'rdim men uni shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Ul ketgach kun chiqar yorug'lik sochib, undan-da so'raymen sening to'g'ringda. Ulda uyatdan bekinib qochib aytadir, bir ko'rdim tushdamas o'ngda. Men o'ngda ko'rganda shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Men yo'qsil ne bo'lib uni suyibmen, uning uchun yonibmen, yonib kuyibmen. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibmen. Men suyib kimni suyibmen? Men suygan suyukli shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Jadidlar Turkistonni ozod, obod va ilg'or ko'rishni istagandilar. Ushbu maqsadga yetishish yo'lida hatto qurbon bo'lishga ham tayyor edilar. Shunday bo'lgan ham zukko, kuyunchak va jafokash bobolarimiz orzulari ushalayotgan yangi O'zbekistonda ularning armon va dardlarini bilish, tuyish, endigi kunlarimiz qadriga yetish har birimizning kundalik burchimizga aylanmog'i kerak.